har bitta inson farzand ulg'aytirganda yuragiga bitta niyat tugadi. Farzandim ulg'ayganda ota-onasini hurmat qiladigan, ota-onasi uchun rahmat olib beradigan farzand bo'lsin deydi. Bugun ana shunday mehribon farzandlarning nomidan Sog'inchli quchoq loyihasining ijodkorlari ayni fursatlarda rahmat aytishlik uchun xonadonga keldik. Bugun Nigoraxon, Rahmatullo, Jasurbek, kenjatoy o'g'illari Bekzodbek, ikki kelinlari Munisxon, Asalxonlarning nomlaridan bugun mehribon ota Hasanboy otaga hamda bugun Shukrona kunlarini nishonlayotgan, qalblar 18 bahorga kirgan Inobatxon onamni qutlagani keldik. Ya'ni farzandlarning rahmatini aytishlik uchun keldik. Ko'ramiz bugungi bizni rahmatimiz hamda bugungi ta'sirli mana shunday videomiz qanday bo'ladi. Ayni fursatlarda Uch tumandamiz, Gulrayhon degan joydamiz. Ko'ramiz hozir onajonda qanday emotsiyalar bo'ladi, farzandlardan aytilgan rahmatlari onajonga qanday shukuh beradi, guvohiga aylanamiz. Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Siz? Uyga kiramizmi yoki ko'chadami? Ko'chada. Hovlida, tashqarida. Assalomu alaykum. Voy jannat, mehribon onam, yuzi nurli, jannatim onam. Baxtimga siz ko'p yashang onam, jonim jon onam. Bugun onam, bugun onajonim, Yaxshimisiz? bugun onam Yashang, tug'ilgan kuni. Bugun onam, bugun bugun onam tug'ilgan kuni. Ikki qo'li duo qilgan, bizlar uchun jonini bergan. Bolam debon neydan kechgan, bugun onam tug'ilgan kuni. Bugun onam tug'ilgan kuni. Sizga rahmat jonim onam, sizga rahmat davlatim otam. Baxtimga siz ko'p yashang onam, bugun onam tug'ilgan kuni. Bugun onam, bugun onajonim, bugun onam tug'ilgan kuni. Bugun onam, bugun mehribonim, bugun onajonim tug'ilgan kuni. Sizlarimni poylab yurgan qadam bor, baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Yetib borar qaychoqni ko'zlasak, hikmat yog'ar so'zlaridan so'zlasak, dushmanlarim turmoqdan kun izlasa, men onamdan boyman chunki onam bor. O'g'lim bor deb ko'ksin kelib yursinlar, mehnatlarim rohatini ko'rsinlar. Otam bilan birga hajga borsinlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Bizlarimni poylab yurgan qadam bor, baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar, men otamdan boy
Davrada bitta gavhar kim bu'si Shahzodalar havas qilsin Oilada katta maqom bitta o'zi Malikalar havas qilsin Mana bolani qo'ying. Mana bolani ham. O'yna. Mani onam bugun eng chiroyli gullarni olib qo'liga yuboray ketsin quvonib axir yashayapti bizga ishonib bu mening onam kuzatilmagan bedorim Uşaq canım bedorim Yalnızli lonali baharım Bu mening onam Mehribon onam Sizlar uchun jonim bergan onam Baxtimga siz ko'p yashang Rahmat, yashang, tinchlik sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Tog'ajon, yaxshimisiz? Sizlarni bir narsa bilan tabriklayman onajon. Mana shunday go'zal kunlarni Allohim berayotganligi bilan biz faqatgina farzandlaringizni rahmatlarini aytishlik uchun keldim. Onajon, bugun sizni qalbingiz 18 bahorga to'lgan oqshom ekan. Buning uchun men bir narsadan quvonyapmanki, sizda hech qachon qarilik alomatini ko'rmayapman-da. Bekorga aytmadim 18 bahor deb. Bu hammasiga sababchi inson bugun mana yoningizda savlat to'kib turibdilar. Amakim, tog'a umringiz uzoq bo'lsin. Onam qaritib bormabsiz. Onam esa sizni qaritib bormabdilar. Bir-biringizga juda ham mehribonsizlar. Ko'z tegmasin. Mehr ko'rgan inson albatta mehr taratishi paydo bo'ladi. Mehr berishning harakatida bo'ladi. Bugun ana shunday mehribonlarga o'zlarining rahmatlarini aytib, men uchun mehnat qilgan otamni umrlar uzoq bo'lsin. Biz uchun kechalar bedor turib, beshiklar tebratgan, Alloh aytgan onam umrlar uzoq bo'lsin degan farzandlaringiz Nigoraxon opam, Rahmatulloh, Jasurbek, Bekzodbek hamda xonadoningizga sizga qiz bo'laman deb kelgan ikki qizingiz Munisaxon, Asalxonlarning nomlaridan barcha mana Shirindan Shakar nabiralaringizning nomlaridan Mehribon onajon sizni qutlashlik uchun, farzanddan rahmatini aytishlik uchun xonadonga keldik. Har bitta aytilgan so'zga eshitganman, farishtalar amin deydi eshitganman. Onajonim bugun bir baxtdan quvonyaptilar. Nima deydi? Farzandlarni mana shunday ulg'aytirganliklaridan ona. Xursandsiz? Juda ham xursandman. Sovg'alar uchun rahmat. Safarda o'g'illarim tinchini sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Qo'shnilar bilan qo'sha qarab, farzandlarni nikoh to'ylarida hammasi birga bo'lsin, biz ham yonlarida turaylik. Shu beso'z o'g'limni ham tinchini sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Shu bolaga ham Allohdan so'rab qolaman, soliha kelin olay, yaxshi qudalar uchrasin. Amin. Tinchini sog' bo'lsin. Mana bittaga qizim mana 3 ta bo'ldi. Ilohim mana shu opa singilda bo'lib yurishini Allohdan so'rab qolaman. Ilohim sizlarni ham tinchini sog' bo'lsin. Mana shunaqa quvonchli kunlarni ko'p hammaga shodlik ulab yuringlar. Tinchini sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Onajon, eng baxtli ona kim hozir? Manda. Siz. Farzandlaringiz shu so'zni sizdan har kuni eshitishni xohlashadi. Siz o'zi eng baxtlisiz. Eng baxtli onasiz. Har doim baxtlilarning safida bo'ling. Sizga bir so'z aytmoqchiman. Omonat so'zlar bu. Mana shu so'zlarni farzandlarim nomidan deb qabul qilasiz. Mehr qo'yib yolg'on dunyoga qachongacha davr suramiz? Sajda qilib qodir Xudoga. Ota yuring hajga boramiz, ona yuring hajga boramiz.
Zimmangizda ro'zg'or tashvishi, shu tashvishini baham ko'ramiz. Tugamaydi bu dunyo ishi. Ota yuring hajga boramiz, ona yuring hajga boramiz. Asrab sizni jondan ziyoda, boshga qo'yib olib boray piyoda. Armonim shu meni dunyoda, ota yuring hajga boramiz, ona yuring hajga boramiz. Vujudida o'zi bilan olib yurib 9 oy, qaro sochlari oqarib husnidan berib chiroy. To'lg'oq dardin onachalik bilmas hech kim qoynahoy. Onam bizni dard yutib tuqqaningizga rahmat, otam bizni ham chekib boqqaningizga rahmat. Qoshingizda aylanib o'rgilay, jon desangiz mayli, otajon jonimni ham beray. Boshimda ko'tarib bo'lsa ham, otajon siz bilan birga hajlarga boray, onajon siz bilan birga hajlarga boray. Bu so'zlarimni hammasini mehribon farzandlaringiz nomlaridan qabul qilasiz. Ilohim mana shu baxt har bitta insonga nasib qilsin. Sizlarning 100 yoshlaringizda ham ko'nglingizni olishlik baxti nasib qilsin. Tog'ajon, bugun mana nima deydi, eng yaqin do'stingizlar onam, Shukrona kunlari. Xudo xohlasa, yoshlarni so'ramadim, so'rash niyatim ham yo'q. Doim 18 yoshda yuraversinlar. 100 yoshga kirganliklarida ham yollarda turishlik baxti nasib qilsin. Sizning niyatlaringizni eshitmoqchiman. Umri uzoq bo'lsin, rizqi baland bo'lsin. Mana shu bolalarga bosh bo'lib, men bilan birga umr zo'rlik ko'rsin. Ilohim. 80-100larga kirganda ham mana shu singari bola chaqalar bilan, nevara chevaralar bilan birga bo'ladi. Ona, Sizni ham umringiz uzoq bo'lsin, rahmatga. Otam- Otamlarga vaqt tilaymiz, bola chaqasi bilan. Umr uzoq bo'lsin hammasini ham, bariga shukr. umringiz uzoq bo'lsin. Ona, otam ko'zlariga qarang. Bu hammasi quvonchdan-da. Quvonchdan. Sizni baxtliligingizni ko'rib, otam quvonib ketyaptilar. Nimagaki har bitta inson eng yaqin insoni mana shunday quvonishini ko'rish xohlaydi-da. Otam bugun ko'rib turibdilar. Har bitta turmush o'rtog'idan bir narsani so'rayapman, kanda qilmasin. Nimagaki ayol kishi bu savolni bera olmas ekan. Bugun men so'ramoqchiman. Onajonimdan rozimisiz? Men marta roziman. Ona, siz baxtlilarni baxtlisizni bekorga gapirmadim-da. Bu savol bera olmaysizlar, qiyin-a? Qiyin-a, mana. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana oldimda mehribon ona, mehribon turmush o'rtoq, turmush o'rtog'idan roziman degan so'zni eshitayotgan yana bitta onam saflari ko'paydi. Boringlarga shukr, umringiz uzoq bo'lsin. Ana endi siz mehribon farzandlaringiz yuraklaridagi niyatlarini Xudo xohlasa tarixga muhrlasam ham bo'laveradi. Opa, onam bugun Shukrona kelib tilakni bildirgansizlar kelganda. Endi yana eshitmoqchiman. Kelganingizga rahmat. Baxtimizga onam sog' bo'lsinlar, shu didomlar bilan bizga doim bosh bo'lib yursin, umrlari uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarimizda yanimizda bo'lsinlar. Ilohim, shu niyatimiz bor. Xudo xolasa ikkallarini umra safarlariga jo'natish. Niyat qilib turibmiz. Shu kunlarda ham kelib, tabriklab ketishingni tilab qolaman. Bezga aytmayman, opa. Har bitta aytilgan so'zga farishtalar omin deydi. Bittamizni bor Allohga aytganimiz bor. Bittamizni bitta so'z eshitmoqchiman. O'sha meni yaxshi ko'rgan so'zim, otajon, onajon sizni yaxshi ko'raman deb bitta ayting. Har bitta farzand yaxshi ko'radi, lekin bu so'zni men yaxshi ko'raman eshitishlikni. Onajon, dedajon, yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. 100 yoshlarda mana shu so'zni aytib yurishni nasib qilsin, opa, ilohim. Kenjatoyim. 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 Kenjatoy boshqacha bo'ladi, ona. Kenjatoyim. Alloh Biz vaqtimizga doim sog' bo'linglar. rahmat. Onajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Safarda ikki akangiz bor ekanda. Qo'ng'iroq qilish imkoni bormi? Telefon qilib beringlar. Men ungacha singillarimiz ham niyatlarini eshitamiz. Sizlar nima yig'layapsizlar? Quvonch yoshlarida Yaxshi ko'ryapsizlar onamni. onajon bilan dedajon doim baxtli bo'lsin. Baxtimizni ko'rib, mana shu katta bo'lsa ham, qarisa ham bosh bo'lib yursin bizga. Tenjonlar sog' bo'lsin. Haba deydi, sizlarni yaxshi ko'ramiz doim. Umringiz uzoq bo'lsin. Tenjoningiz Qanday yana bitta singlim? Abi yo'qdalar aka. rahmat kelganingiz uchun. Men duoga kelin bo'lib tushgan hech qachon qaynona ko'rmaganman. O'zim onamdek ko'raman. Juda ham yaxshi ko'raman dedomlarni ham, aboblarni ham. Umrlar uzoq bo'lsin, hech qachon kasal bo'lmasinlar baxtimizga. Sizlarga roziliklarni olishlik baxti nasib qilsin ilohim. Va ona
bir narsa aytmoqchiman-da. Ayrim bir meni kuzatuvchi onaxonlarim bor-da, bu oralari chiqib qolishyapti bitta ikkita. Mana shu onam sizlarga o'rnak bo'lishsin. Mana shu onamni o'zingizga o'rnak qilinglar. Kelinim menga mehrim bo'lmasdan menga qo'ng'iroq qilayotgan onajonlarim. Assalomu alaykum javob hamisha va alaykum assalom bo'lgan. Mana assalomu alaykum onamni o'rganinglar. Bugun hammaga o'rnak qiladigan onam turibdilar oldimda. Onajon umringiz uzoq bo'lsin. Bekor aytmayman-da. Assalomu alaykum chiroyli ayting, va alaykum assalom ko'rasiz qanaqa bo'lishini deyman-da. Sizni assalomu alaykumingiz boshqacha ekani. Uni qayerdan olgansiz assalomu alaykum? Meni onam shunaqa dilbar ona edilar. Bu kunlarim onam yetom ko'ra olmadilar. Ilohim avratlari obod bo'lsin. Amin. Joylari jannatdan bo'lsin. Xo'jayini turmush o'rtog'im mendan rozi bo'lishlarini Allohdan so'rab qolaman. Mendan rozi bo'ling. O'ringiz uzoq bo'lsin. Endi ba'zida bo'lib turadi, qattiq gapirgandurman. Rozi bo'ling. Yaxshiman degan inson ham o'zini xato qildim deb o'ylaydi. Ha shunday o'ylaydi. Umringiz uzoq bo'lsin onajon. Bugun shukrona kuningiz bahona bo'lib qoldi xolos. Aslida men hamma rahmatini aytgani kelgandim-da. Boringizga shukr. O'g'illaringiz bilan aloqa turish kim bu? Rahmatulloh. Jasurbek. Jasurbek maza yaxshimi? Yaqinroq keling. Jasurbek o'g'illari. Yaxshimi? Rahmat. Onamga niyatla. Onam, umringiz uzoq bo'lsin. Baxtli doim sog' bo'ling. Rahmat o'g'lim. Seni ham Uy yoshlar kirib yuring. Tog'am ham shu edilar mana. Otam! Tenjeniz sog' bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Arinaga shukr. Sizlarni yaxshi ko'raman deb bitta ayting. Duoda bo'ling, hammangiz zo'r bo'ladi, otam. Tenjeringiz sog' bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'raman deb bitta ayting. Sizlarni umrbod yaxshi ko'raman, otam. Beringlarga shukr. Onam sizni ham baxtimizga sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizlarga rahmat. Boringlarga shukr. Rahmat. Rahmat. Endi Rahmatullohga telefon qilib beraylik. Bitta Rahmatulloh bilan gaplashamiz. Rahmatullohga bitta telefon qiling-da. Rahmatulloh niyatini eshitamiz. Nabiralar kelinglarchi. Qanaqa mana turgan qizchalar qayerga ketdi? Mana shu bolani olib qo'yarasiz. Nima deysiz deyvering, tarjimasini o'zimiz qilib olamiz. Acha deb qo'y, o'g'lim. Acha deb qo'ying. Bobo deb qo'ying. Bobo. Acha. Bobo. Hayron. Hayron. Mana shu yigitlar katta bo'lganlar yonlar tursin. Bitta bobo deychi. Bobo deb qo'y. Ha. Bobo de. Ayting. Bobo de. Qani beraman. Gapiring endi. Bobo. Bobo de. Qani bitta bobo. 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 Gapir. Bobo de. Bobo de. Kim turishini. Umri uzoq bo'lsin. Sizcha batarin. Rahmatulloh yaxshimisiz do'stlar? Hop. Onamni o'g'lidan eng katta o'g'illari. Assalomu alaykum. Onajonga niyatla. Onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Didomlar bilan hayot kechiraylik yana. Ilohim umra hajlarga, katta hajlarga jo'natish nasib qilsin bizni ham. Ular qatori. Amin. Xudo xolasa umringiz uzoq bo'lsin. Unaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuravering. Bizga bosh bo'lib yuravering didomlar bilan. Yana umringiz uzoq. Tenjeringiz sog' bo'lsin. Sizdan men bitta yaxshi ko'raman degan so'zni eshitay. Onajon, dedajon, sizlar juda ham yaxshi ko'ramiz. Yorimizdan ortiq yaxshi ko'ramiz. Boringlarga shukr. Mana endi hozir haqiqiy eng baxtli onaman yonimda turibdilar. Boringizga shukr. Qizlar, qani? Acha tug'ilganingiz bilan tabriklayman. Bunaqa yoshlar ko'pini ko'ray. Sizni yaxshi ko'raman. Voy yashang. Opa-acha tabriklayman sizlarni. 100 yoshlarga kirib yuring. Acha bunaqa yoshlar ko'pini ko'rib yuring. Qani? Acha tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan bunaqa yoshlarni ko'pgina ko'ring. Baxtimga sog' bo'ling. Voy ana. Voy yashang молодец. Umringiz uzoq bo'lsin. Tog'a hozir beg'araz onam qontirdikda, siz ham quvonch yoshlari bilan qalbingiz boshqacha bo'ldi-da. Shu mehribon farzandlaringiz bitta duo qiling. Hammaliklarni, yigitlarni. Qo'shgan bilan qo'sha qarish, umri uzoq bo'lsin. Amin. Rizqi baland bo'lsin. Mana bizni singari qarab, nevara-chevaralar bo'lib yursin. Hammalardan roziman yigitlardan, o'g'illarimdan, kelinlarim. Kelinlarim emas, bizlar qizlarim. Mana bitta qizim. Amin. Ikkita kelin. Hammalari umri uzoq, rizqi baland. Amin. Sizni ham kelganingizga rahmat. Barcha qiz zo'r bo'lsin.
Amin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allohu akbar. Shu o'rinda bitta narsani aytmoqchiman. Adashmasam, kenja o'g'lingiz uylamagansiz, ha? Ha? 3-4 joyda aytdim bu so'zni. Sizdek onalarni ko'rganimda, 3 tumanda ham, boshqa joylarda ham men kuzatuvchilarim juda ko'p. Bitta 3 kuzatmaydi. Bizni kuzatuvchilar, mabodo onam tanib olinglar, onam yaxshilab tanib olinglar. Mabodo xonadoningizga onam borib qolsalar, o'ylamay netmasdan qizinglarni bering. Sababiki isbotini ko'rdinglar ikkita kelinlardan, bitta kelindan emas, ikkita kelindan isbotini ko'rdinglar. Onam qanday insonliklarini. Chunki onam boshqacha insonlar. Men bunday onalarni juda ham kam uchrataman. Ya'ni kelini ta'sirlanib, rahmat aytib, qaynonasini maqtagan onalarni kam ko'raman. Onam esa boshqacha onalardan bittasilari. Onajon, umringiz uzoq bo'lsin. 100 yoshga kirganingizda ham Xudo xohlasa yana qayta kelishlik, otamdan, sizdan duolarni olishlik nasib qilsin. Tug'ilgan kun demayman men. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Farzandlaringizni rahmatini aytishligingizni menga nasib qildi. Bundan baxtiyorman. Umringiz uzoq bo'lsin ona. Rahmat, salomat bo'ling.